Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahliliy dasturining navbatdagi soni efirda tarixga bag'ishlangan, qardoshlarimiz tarixiga bag'ishlangan soni efirda. Biz bugungi nozik geosiyosiy vaziyatda, xalqaro munosabatlarda ishonch tobora yo'qolib borayotgan mana shunday nozik davrlarda integratsiyaga katta ehtiyojimiz bor. Integratsiya bu Markaziy Osiyo xalqlarining integratsiyasi. Mana shunga katta ehtiyojimiz bor. Bu o'z-o'zidan bo'ladimi? Yo'q, albatta. Siyosatchilarning o'z vazifalari, iqtisodchilarning o'z vazifalari bor. Lekin tarixchilarning vazifasi bunda ulkan. Nega? Chunki biz integratsiyalashimiz uchun bir-birimizni juda yaxshi tanishimiz kerak. Bundan 100 yil avval bunday so'zga ehtiyoj yo'q edi. Biz bir-birimizni demasdik, biz bir edik. Ana o'sha manfur Sovet davlati 5 ga bo'lib tashladi. Bundan xafa bo'lib yurishimiz kerakmi? Yo'q. Biz buni unutmaymiz qilgan ishlarini, lekin bu yog'iga endi o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Endi biz qardoshlarimizni yaxshi tanishimiz kerak. Qirg'iz, qozoq, turkman, tojik, o'zimizning qoraqalpoq qardoshlarimiz biz bir-birimizni juda yaxshi tanishimiz, juda yaxshi bilishimiz kerak. Tarixan. Chunki bizning tariximiz bir. To'g'ri, bugunimizni biroz ayirishdi, lekin kelajagimiz yana bir. Bugunimiz ham bir bo'lishni boshladi. Biz bugun qirg'iz qardoshlarimizning buyuk dostoni, nafaqat qirg'izlarning, buni ochiq aytish kerak, turkiy xalqlarning buyuk dostoni bo'lmuş Manas haqida suhbat qilamiz. Bu turkiy xalqlarning buyuk dostoni Manas bu dunyodagi eng katta dostonlardan biri hisoblanadi. Qarang, ba'zi bir manbalarda 450 ming misra keladi. Ayrim joylarda esa ayrim oqinlar, biz baxshilar deymiz, ularda oqinlar million misrani bilishgani aytiladi. Bir dostonda million misra. Bu juda ham ko'p kitoblar degani. Mana shu Manas doston haqida suhbat qilamiz. Studiyada doimiy ekspertimiz professor G'aybulla Boboyorov hamda Qozog'istondan domla Bog'bonbek deb deyman desh. Bog'bonbek aka. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Demak, biz bugun Manas haqida, o'zi Manas haqida biz ancha avval suhbat qilishimiz kerak edi. Chunki 1000 yillik doston. Bu 95-yil uni 1000 yilligini nishonlagan bo'lsa, 1020 yillik doston bugun u. Juda qadimiy doston va yana bir narsa, endi hozir suhbat davomida bu haqida gaplashamiz. Endi bugun deylik biz dostonni to'liq tahlil qilishga albatta ulgurmaymiz. Biz bugun dostondagi turkiy xalqlar haqida, u yerdagi kelayotgan turkiy xalqlar, ularning taqdiri haqida suhbatlashamiz. Doston juda ham katta ekan. Va meni qiziqtirgani domla, masalan, Alpomishni boshqirtchasi ham bo'lishi mumkin, qozoqchasi ham bo'lishi mumkin. Mana siz aytdingiz, tojikchasi ham bor, G'ayratxo'ja deyapsiz, Alpomishni. Lekin Manas yolg'iz qirg'izchada. Qandaydir menga shunday tuyuldimi? Manasni biz qirg'izlar yodga kelaveradi. Albatta, endi buning o'ziga xos sabablari bor. Negizida albatta tarixiy haqiqatchiliklar yotadi. Boshqa tomondan esa Manas dostoni aslida o'sha turkum dostonlar, Alpomish turkumidagi dostonlarning eng cho'qqisiga chiqqani, eng yuksalgan ko'rinishi deyiladi. Chunki mana Alpomish degani Alpomish degan, masalan, qozoqlar Alpomish dedi, biz Alpomish deymiz, qoraqalpoqlar ham Alpomish deydi, qirg'izlar nimalar, boshqirtlar Alpamsha deydi, Alpamsha Botir deydi, yoki hatto Oltoyliklar, musulmon bo'lmagan o'sha Sibirda Oltoyda qolgan turkiylar ham Manas degan, Alpmangish degan dostoni bor-da, qarang. Demak, Alp Manas deb qaraydigan bo'lsak, Alp Manasga ham, ya'ni ularning sifati, ularni tanitadigan eng nimasi, katta xizmati alplik, buyuklik, kuch, qudrat. O'sha Alpamishlar bilan Alp Manaslar orasida nafaqat so'zlarda o'xshashlik bor deyishyapti. Hattoki ichidagi syujetlarda ham, dostonda keladigan so'zlarda ham, ularning mazmunida ham shu yaqinlik bor degan fikrlar bor. Bu degani, ya'ni qirg'izlarda ham o'sha Alpamishning boshqa bir varianti degan nima ham bor. Lekin bu kelajakda yaxshilab o'rganilishi kerak. Faqat to'g'ri, qirg'izlardagi Alp Manas yoki Manas dostonini qarasak, turkiy qolganlar o'sha qozoqcha, o'zbekcha, qoraqalpoqcha, boshqirtcha, oltoycha variantlardan farqliroq. Chunki bu yerda nimasi, Manas dostoni bu turkum 3 ta trilogiya deydi, 3 ta dostonni o'z ichiga olgan va
boyagi Alpomish, bizni Alpomish dostonimizdan qozoqlar Alpomisidan ham 10 barobar yirik bir dostonda bu. 10 barobar. Shunday deb. Bunday yirik doston faqat kim? O'sha Mahab Xoratmi? Qaysi? Mahab Xoratlardan ham ancha yuqori turadi. Ko'p turadi bu nima? Hatto boya million deb aytadi, Misra deb aytadigan bo'lsak, endi buni tengi yo'q. Tengi yo'q. Endi hatto shunaqa bir qarash bo'lgan. Masalan, bizni Kichik Osiyodagi, mana Turkiyadagi yoki Kavkazdagi Ozarbayjonlar bizdan 1000 yil oldin O'rta Osiyodan, Turkiylardan bo'linib o't tomonga ketdi. Biroz jo'g'rofiy ajralish bo'ldi. 1000 yil oramizda qanaqadir boshqa davlatlar bo'ldi, qanaqadir bir dengizlar ajratib turdi uzoq. Shunday bo'lsa ham turklarda, Turkiyada yoki Ozarbayjonlarda Alp Bamsi degan variant bor. Alp Bamsi o'sha Dada Qo'rqit kitobining ichida Alp Bamsi degan qahramon bor. Turklarda, Ozarbayjon turklarida ham o'sha Alp Bamsi bilan o'zbeklardagi yoki qozoqlardagi Alp Bamsi ikkovi bir deyishyapti. Syujetlar ancha o'xshaydi, lekin Manasniki birmuncha boshqa. Chunki Manas bu butun qirg'iz xalqi, umuman turkiy xalqlarning o'sha 6 oy Sibir davrining nimasi desa bo'ladi. Faqatgina dostonda bir qahramonlik, janglar, qanaqadir bir botirlar, alplarning hayoti, ularning faoliyati emas, u yerda butun o'sha turkiy xalqlar, qirg'iz, ayniqsa qirg'iz xalqining bori nimaiki bo'lsa hammasi ichida. Madaniyati, dini, dunyoqarashi, mafkurasi, tarixi, buguni, kelajagi hammasi haqida shuning uchun buni shunaqa deb bir ikkita folklorshunos olimlar ta'riflagan, hattoki qirg'iz nimasi buyuk turkiylarning buyuk yozuvchisi, buyuk qirg'iz o'g'loni Chingiz Aytmatov ustoz aytganlaridek, qirg'iz xalqining badiiy qomusi, ensiklopediyasi. Ensiklopediyada hamma narsa o'rin oladi. Hamma nima o'sha dostonda o'z aksini topgan. To'g'ri, Alpomish dostonida bizda masalan asosiy qahramonlik o'sha manjur nimalarga, qalmoqlarga qarshi kurash, qozoqlarda ham shunaqa, Manas dostonida ham shunaqa syujetlar, shunaqa voqealar bor, lekin nima deyman, boyagi aytganda turkiy dostonlarning, ayniqsa Alpomish turkum dostonlarining cho'qqisi bu. Ya'ni eng maromiga yetgan, eng maromiga, eng yuksak, eng mana o'ziga nomli yana qiziq jihati, deylik masalan mana Alpomish dostonida urug' qabilalarning ulug'lanishini ko'rishimiz mumkin-da, masalan Qo'ng'irotlar deb aytiladi. Lekin Manasda bu butun bir el ko'proq keladi, qirg'iz eli. Masalan qirg'iz eli ham o'zi urug'larga bo'linadi-ku, lekin nimagadir u yerda faqat butun holda ko'ramiz. Shunaqa, ya'ni hattoki o'sha Alpomish dostonlariga yoki Manas dostoniga ham ta'rif berilganda, ochiqlama berilganda, masalan Qo'ng'irot elining yoki qaysidir bir No'g'ay xalqining yoki falon urug'ning dostoni degan turkiy dostonlar bor, lekin bunda u urug'lardan yuqori turadi. Ya'ni bitta el birligi uchun kuylangan doston bu. Mana shuni qirg'izning bittagina falon urug'i uchun deyilmagan. U yerda butun qirg'iz xalqini, hattoki butun turkiy xalqlarni birlikka chaqirgan doston bu. Shuning uchun boya nima mavzuni qo'ygan haqida ham so'zlashganimizda Manas bu turkiy ellarni birlashtirishdan so'ylaydigan doston deb ko'rdik. O'sha turkiy birlik haqida turkiyotni kuylovchi doston dedik. Demak, hammasiga javob bera oladigan, hamma shu voqealarni hozir suhbatlarimizda mana Manasda dostonda o'sha yozilgan tilini turkiy til deb aytayapti, yoki butun o'zbek, qozoq, tatar, no'g'oy, oltoylik birortasini ajratib boshqa ellar deb qaramayapti, hammasini turkiy el deb qarayapti. Qarang, ko'p dostonlarni bilamiz, faqat sevgi, muhabbat haqida yozilgan dostonlari bor, qanaqadir bir voqealar haqida dostonlar bor-da, lekin bu yerda hammasi bor ichida, hamma barchasi o'zida. Albatta. Mana tarjimasidan bir qism aytsak, ya'ni dostonning boshlamasi so'z boshisi deydimi? Ey burungining ertagi, boshlasa bo'lar ermagi, otalarning ertagi, aytmay ketsak bo'lami? Ko'pi tusmol, ko'pichin, ko'pchilikning ko'ngli uchun, ko'rib qaytgan kishi yo'q, qo'shib aytgan bilan ishi yo'q. Yarmi tarix, yarmi taxmin, yarmi chin, yoronlarning ko'ngli uchun, yonida bo'lgan kishi yo'q, yolg'oni bilan ishi yo'q. Ulamodan uqqan so'z, olimlardan yuqqan so'z, qarilardan qolgan so'z, xalq ichidan olgan so'z, turfa masal to'lgan so'z, ot ko'tarmas bo'lgan so'z, orsizlardan og'rinib azamat erga qo'ngan so'z, eranlardan qolgan so'z, enchi qilib olgan so'z, naq yurakka botgan so'z, dilda qaynab qotgan so'z, yovga otlangan botirning yon yarog'i bo'lgan so'z. Qarang, xuddi shu juda chiroyli tarjima o'girilgan, qarang. Buni nima hozir
Bobonbekdan iltimos qilamiz, chunki bu kishi ham o'sha qozoq yurtida, o'sha bovurlarimiz yurtida yashagan bir o'zbek millatining vakili sifatida, ham o'sha Tangritog'ning kun chiqaru kun botorida, kungayu nimasida yashaydigan turkiy ellar birlashgan, bir tutashgan bir joyda, go'zal bir o'lkada tug'ilib o'sgan, yetishgan yigit sifatida qirg'izlarga ham, qozoqlarga ham, o'zbeklarning o'rtasidagi bular bir qirg'izlarning o'sha dostonidan bir nima o'qib bersa yaxshi bo'lardi, o'sha Manas dostonidan. Shuni imkoniyati bormi? Hozir she'r tashlanib bor edi o'sha yerda qirg'izcha. Nimadan o'qisangiz ham bo'lardi. Aslida mayli ekranda o'zimizni tomoshabinlar, ko'ruvchilarimiz lekin nima qilsa telefonda yoqtirib o'qishingiz mumkin. Ha, shunda ham o'qib bersangiz bo'ladi yoki ekranga qarab ham balkim yoddan ham bilarsiz endi, chunki bu bilamiz turkiy xalqlarda boyagi dostonlarni. Hozir qirg'izcha o'qiy oladimi? Ha, qirg'izcha o'qib qani bir ko'raylik, sinab ko'raylik qanchalik bo'lar ekan. Shuni bir qanchalik o'qiy olarkinlar, qanchalik biz tushuna olarkimiz. Men o'zim doston, qarang. Manas dostoni shunaqa dostonki, manaschilar deb yuritiladi. Bu doston so'ylovchilar 2 kunlab so'ylaydi, tasavvur qiling, 2 kun to'xtamasdan bir dostonni, uni tinglab o'tiruvchilarni tasavvur qiling, so'ylayotgan odamni tasavvur qiling, manaschini, o'sha oqinni, baxshini hech to'xtamasdan, ba'zilari yarim kun, ba'zilari 24 soat, ba'zilari 2 kunlab so'ylagan odamlar bor-da. O'shani men ham bir qismini bilaman, aslida so'zlab bersam ham bo'lardi-yu, endi sizlar chidolmay qolasizlar bir kunga. To'g'risi. Hazil. Qani? Albatta. Bu Samataydan bir kichik parcha keltiramiz. Samatay endi Manas avlodlaridan hisoblanadi. Mikrofon. Ya'ni Manasning o'g'limidi Samatay dostoni o'sha bilan bog'liq. Bozorda baydi sabadi. Sodalab algan ovqatin kedey menen kembag'al o'shalarga alp beret. Qo'janing tapgan tiyinin qo'ychilarga taratat. Eshendin tapgan emgegin elden qayır suragan eshekchiga taratat. Baylarning tapgan tiyinin barin tartib bulalat. Jarım tiyin o'z olbay jardilarga taratat. Endi shuni tarjima qilishga harakat qilib ko'rdik, faqat ozroq vaqtda o'zbekchaga o'girdik. Endi tomoshabinlardan uzr so'raymiz agar o'xshamagan joylari bo'lsa. Tarjimasini harakat qilib ko'rdik endi qo'ldan kelgancha. Bozorda bayni savalab, bozorligin xo'p talab, nacharlarga rasamatlab, xo'ja topgan choy chaqani qo'y baqarga tarqatib, eshon topgan boylikni tilanchiga ulashib, boylarning mol dunyosini to'liq tartib olibdi, o'z ulushini olmasdan muhtojlarga tarqatdi, yo'qsillarga asqatdi. Ko'ryapsizmi? Buni bilas erkin badiiy tarjima qilibdi. Endi aslida buni so'zma-so'z tarjima qilganda ham o'zbeklar to'liq tushunadi. Boya nima edi? Bozorda boyni savalab deyapti. Bozorda boyni sabalab qirg'izchasida. Boyga qirg'izchasini qo'yib. O'sha boya nimasini qilaylik-da. Juda qofiyasi, nimasini juda yaxshi keltirdingiz. Tarjima ham chiroyli chiqqan. Endi bozor savdolab olgan ovqatin deyapti. Buni bular nima deb tarjima qildingiz? Biz endi bozorligin xo'p talab. Bunda savdolab olgan ovqatni, ya'ni savdolashib olgan ovqatini, rizqini deyapti. Gadoy bilan kambag'al o'shalarga olib beradi. Ya'ni gadoy bilan kambag'alga o'shalarga olib beradi deyapti-da. Buni bular boshqacha erkinroq tarjima qilibdi, ham o'zbekona qilib. Qo'joning topgan tiyinin qo'ychilarga taratadi. Ya xo'janing topgan tiyinini, pulini, mablag'ini deyapti. Siz ham qo'ychi degani cho'ponlarga taratadi, tarqatib beradi. Eshendin topgan emgegin eldan qayir so'ragan eshakchiga taratadi. Siz nima o'qing o'zbekchasida qana? Eshendin nima degani? Eshan deydi. Xo'jalar, eshonlar. Eshanning topgan emgegin mehnatini eldan qayir so'ragan, eldan xayr so'ragan eshakchiga taratadi. Boyagi nima gadoy degan so'zni bir boshqa yaniki bilamiz, ayrim nimalar bor, ellar bor, o'sha tilanib yurib, o'shalarda eshak minib yuradi ko'pincha. Shularning nisbati, sifati bu yerda badiylashtirib aytib eshakchiga taratib bergan. Boylardan topgan tiyinin, ya'ni pulini. Yana kelyapti, boylardan topgan tiyinin hammasini tortib olib, barini tortib oladi. Barini bu kishi tortib oladi deyapti. Yarim tiyin o'zi olmay,
jordilarga taratadi. Yarim tiyinini ham o'zi o'ziga olib olmasdan deyapti. Yorli degan so'z bor. O'zbekcha ekan. O'sha yo'qsillar deb tarjima qilinyapti, to'g'ri. Lekin shevalarimizda bu yorli deb aytiladi. Mana biz buni to'liq tushunib turibmiz. Janubiy Qozog'istondagi, Turkistondagi, Qarnoqdagi, o'sha Qarabaloqdagi o'zbeklarda yorli degan so'z bor. Yorli degani o'zbek adabiy tilida deyarli yo'q endi. Yori bor odam deyishimiz mumkin. Yorli bu Mahmud Qoshani Divon lug'ati turkida yorli degani yo'qsil, kambag'al degan ma'noda keladi. Buni qirg'izchada jardi deyapti. Qirg'iz tilida juda ham o'sha qadimgi eski turkiy so'zlar yaxshi saqlangan. Qozoqchada ham bo'lsa kerak, jarlo deyishadimi? Nimani yo'qsildi? Yo'q, bizda keday deb aytishadi. Bu gadona jardi, gadoy. Bizda gadoy. Gaday ham deb qo'yaq qishloqlarimizda. Gaday degan so'z. O'zi tegi nimada? Gadodanmi? Gado, farsiy so'zda. Endi bizda o'sha fonetik o'zgarishlarga uchragan. Qarang, G'aybullek mana Manas dostoni bekorga olib chiqmadik. Atrofida ham suhbat qilamiz. Qirg'izchada juda ko'p saqlangan deysiz turkiy so'zlar. Sabab qarang. Bu o'sha geografik joylashuv, yashash makoni bilan bog'liqda. Qozoq og'aynlari, bovurlarini bilamizki, qo'l yetmas bir ulkan, cho'ng territoriyani, ulkan dashtni egallagan, dashtni qipchoqda yashab kelgan turkiylarning bolalarida bular. Biz ham o'sha yerlarda yashaganmiz, lekin bular shuni hozir haqiqiy egasi nimalar? Shu qozoq bovurlarimiz boshqa millatlar bilan, boshqa etnoslar bilan, xalqlar bilan ko'rishadi, ba'zi so'zlarni oladi. Forschadan olgan so'zlari ancha-muncha bor. O'zbeklar endi aralash yashaydi. Tojik, forslar bilan har doim quda andaq, qarindosh urug', qo'shni hamsoya bo'lib yashaydi. Albatta so'zlar o'tadi. Endi qirg'izlar tasavvur qiling, o'sha turkiy tilni birinchidan o'sha tog'larda yashayapti bular. Boshqa xalqlarni deyarli kam ko'rishi mumkin, oz uchrashishi mumkin. Boshqa tomondan bular o'sha qadimgi turkiylar Inasoy daryosi, Oltoy tog'larining orasidan bir qadami, bir oyog'i o'sha yerda, bir oyog'i Issiqko'l, Tangritog'da bo'lgan elimizda bu turkiy elning. Shuning uchun bular nisbatan sof, toza, nisbatan chin so'zlar saqlanadigan til bo'lishiga biz quvonishimiz kerak. Chunki haqiqatan men Mahmud Qoshg'ariyda bizda uchramay qolgan ayrim so'zlarga duch izlasam, albatta qirg'izcha so'zliklarga qarayman. Mana Yudaxin degan rus olimi qirg'izcha, ruscha so'zlik chiqargan o'sha 40-yillardan 60-yillarda shunaqa endi ichini ochib ko'rsangiz bir so'z uchun 5 betlab joy ajratganda tushuncha bergan shunaqa bir boy, zangin bir til. Ana endi keling, mana tan olishimiz kerak, biz uchun qandaydir qipchoqcha tillar bari birga o'xshab ketaveradi. Masalan, men qozoqcha, qirg'izchani deylik shu ko'rsatuvlargacha men ajratishim juda qiyin edi. Birinchidan u qardoshlarimiz o'zlarini ajratishim juda qiyin edi. Endi ular xafa bo'lishmasin, albatta qirg'iz, qozoq hammasi alohida. Lekin qandaydir turkiylikka katta muhabbat borligidanmi, shu qozoq bilan qirg'izni juda yaqin ko'raman deb, masalan, agar bir olimlar ajratib bermasa, bu qirg'izcha, bu qozoqcha demasa, men ketib qolaman. Buni endi qanday ajratish mumkin o'zi? Mana ikkalasi ham qipchoqchaning eng katta bir tarmog'i. Shunday. O'zi qipchoqchada qozoq, qirg'iz, tatar, boshqirt, Qarachoy, Bolqar, Qo'miq, No'g'oy. Biz biladiganlarimiz shu 10 dan ortiq turkiy so'zlar, xalqlar, ellar so'zlashadi. Biz eng yaxshi biladiganlarimiz bu qozoq, qirg'iz, keyin tatarlar. Bular biroz qipchoq o'zbeklari-chi, bir ancha soniga O'zbekistonning katta bir ulkan bir ayniqsa qishloqlarda, viloyatlarda yashaydigan. Endi bizni uni bir dialektimiz birlashtiruvchi bo'lib qolganda Xorazm tarafda o'g'ilchasiga ketaveramiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Sirdaryo, Jizzaxda qipchoqchasiga ketaveramiz. Samarqand viloyatida ayniqsa shunday. Endi buni tirik aynan har kuni eshitib yurgan do'stimiz Bobonbek, mana bir qulog'i qozoqcha, bir qulog'i qirg'izcha eshitib yurgan do'st, tinglab yurgan do'stimiz, endi bularga juda ham oson bo'lsa kerak. Hatto bularning fonetikasi boyagi o qilmasdan a qilib so'zlashishi bor. Kimda shunaqa o'zgarish bor? Mana o'sha Talas atroflarida boradimi? Sizlarda Qorabulaq tomonlarda ham siz qirg'izcha bilan qozoqchaning yoki o'zbekchaning nimasini bir ozgina so'zlab bersangiz? Umuman olganda bir qipchoqchani bir shevasi desak ham bo'ladi-da. Nima? Ikkovini, qozoqchani ham, qirg'izchani ham. Ikkita bo'lak-bo'lak shevalar, dialektlari desak bo'ladi. Endi qarang, men endi o'zim ko'proq Qirg'iziston, Qozog'istonga ko'p borgan, hatto shu tillarda so'zlashga urinib ko'rgan bir o'zbek kishisi sifatida, turkiy elning farzandi sifatida ayirmachiliklarni ham, farqliliklarni ham ko'rganman. Masalan,
bunga nima turtki bo'lgan? Mana Qirg'izistonga issiq yo'lga biz dam olishga biror qarindosh urug'larimiz, aka-ukalarimiz borib keladi. Birinchi aytgan so'zi qirg'iz tili o'ta yaqin ekan ha deydi. Bizni qishloqni, ovulning sevasiga juda yaqin ekan. Ya'ni Qanaqa o'zbek desak, pichoqchasi. o'zbek pichoqchasiga. Qanaqa desak, masalan deydi, qozoqlar tas desa, bular tosh deb aytayapti deydi. Ha, to'g'ri. Biz ham tov deymiz, ular ham tov deydi. Tov deb aytadi dedim. Yo'q, ular ham tov deykan deydi. Qozoqlar ham tov deydi. Ha, bitta yerda ozgina nima bo'lyapti. Bir uni yo'q deydi. Boshqa tomonlardan ham deydi. Masalan, qirg'izlar, qozoqlar shig'is deb aytsa sharqni, biz chiqish desak, qirg'izlar chig'ish deb aytayotgan deyapti. Qirg'izchada ya'ni so'z boshidagi qadimgi turkcha ch bo'lib saqlanib qolgan. Qirg'izchada. Qirg'izchada ham, o'zbekchada ham. Qozoqchada o shega aylanib ketgan. Ya'ni aslichi Aslichi turkcha yoki so'z nimasi s, masalan tos deyapti, qadimgi turkchada tosh bo'lsa, qirg'izlar hali ham tosh deyapti, o'zbeklar tosh deb aytayapti. Qozoqchada, no'g'aychada bu tas bo'lib aytilyapti. Yoki qoraqalpoqchada s'ga o'zgaryapti. Mana qirg'izcha shunda o'zbekcha bilan qozoqchaning orasidagi bir turkiy tilmi qirg'izcha deb so'rasam, shunaqa tuyuldi. Masalan, men 95% tushundim deydi-da. Bizni qishloqdosh, ovuldoshlarimiz yoki o'zbeklarni ko'p aytadi. Qirg'izchada shunaqa. Chunki buning negizida dedim, aslida qozoqcha o'ta yaqin. Sizlar sal bir ikkita fonetik o'zgarishlarni ko'rib shunaqa deyapsizlar. Qirg'izchada masalan biz masalan ko'rganda deb aytgan so'zni qozoqchada ko'rganda deydi dedim. Qirg'izlar qanday aytadi? Ko'rganda. Demak, ularda biroz ularda lab va o harfini yoki unli harflarining lablashish deydi. Ya'ni gubnoy sinkronizm deyiladi. O'sha unlilarning lab dudoq bilan mana qilish, uyg'unlashuvi. Masalan, tundi deydi ular. Tundani. Qozoqlar tundi deydi. Shu tomonda qaysi bir yaqin desa, men qozoqchasi yaqin ekan deydi. Men aytdim, aslida bunaqa yaqinlikni istagan turkiy elda topsangiz bo'ladi. Ba'zan ayrim o'rinlarda Turkiya yoki Ozarbayjon turkchasi bilan o'zbekchani shunday yaqin deb bilib qolasiz. Uni qanchalik eshitib, qanchalik duch kelishingizga bog'liqda aslida. Hatto qozon tatarlarini qarang, umuman bizni tilimizdan o'zga til deb ayta olmaymiz. Faqat azizgina o'zgartirganday bo'laveradi. Birorta so'zlarning farqliligini ham ko'rmaymiz. Qirg'izcha bilan qozoqchani farqida bir tomoni bor. Masalan, bo'lgan edi degan so'zda ular bo'lgan eli dedi. Bo'lgan eli dedi. Bo'lg'on eli dedi. Qozoqlar uni bo'lgan edi dedi. Qaysi yaqin? O'zbekchaga yaqin kelyapti. Qozoqcha bilan o'zbekcha. Biz bo'lgan edi desak, ular bo'lgan edi. Qirg'izlar bo'lgan eli dedi. Shunaqa azgina o'zgarchilar bor. Kelchiyo dedi, borchiyo degan, kelgan edi, borgan edi deganda kelchiyo, borchiyo degan taraflari bilan farqli bo'lib qoladi. Keyin forscha so'zlar o'zbekcha va qozoqchada ko'proq uchrasa, boya aytganimdek, qirg'izchada o'ta oz. Shu tomonda, ya'ni chin turkiy so'zlarni, tub turkiy so'zlarni ko'proq saqlagan til deb qarasak bo'ladi. Shu tomondan ozgina farqliligi bor, ayirmachiligi. Endi masalan mana qozoqcha ham, qirg'izcha ham boygali so'z qo'shimchalar bilan hammasi bir xil ketadimi? Yo'q, ayrim o'rinlarda farqi bor. Ayrim boya aytganimdek nimalari bor. Masalan, bular ham qozoqlar barajatir desa, ular barib atat deydi. Barib atat deydi. Kelib atat. Masalan, qozoqlar bormaydi degan so'zni bormaydi deb aytsa, ular bormaydi dedi. Kelmaydi degan so'z kelmaydi desa qozoqlar, ular kelmaydi dedi. Bo'lmaydini bo'lboydi. Bo'lboydi. Eng ko'p ana qarang. Biz bo'lmaydi deymiz, qozoqlar bo'lmaydi, u ham yaqin ekan qarang. Ozgina farqi bor. Qirg'izchada bo'lboydi dedi. Bo'lboydi. Ana bizni Zomin, Baxmal, Jizzax qirg'izlari bo'lboydi dedi. Ya'ni sal yumshaydi yana. Endi masalan turkiy tillarda masalan markaz degan so'zni biz arabchadan olganmiz, o'zak, o'rtaliqni qozoqlar o'rtaliq deb aytayapti. Toza haqiqiy turkiy so'z bilan qirg'izlar shuni bo'rbordoq deydi. Markaziy Osiyo degani bo'rbordoq Osiyo. Bir qaraganda bu so'z qayerdan keldi ekan deb hayron bo'lib qolasiz. Ayrim qalmoqcha, mo'g'ulcha so'zlar kirib qolgan qirg'izchaga. Shu tomonlari ham bor. O'sha jo'ng'orlar keyingi asrlarda, keyingi qilimlarda dedi ular. Anchagina so'zlar kirgan. Men hatto do'stlarimga mana Qozog'istonda ko'lik juv deb yozib qo'yibdi. Avtomoyka o'zbekcha. O'zbeklar mashina yuvish, avto yuvish ham demaydi. Ular shuni ko'lik juv deydi qozoqlar. Ko'lik juv, ko'lik. Ko'lik degani ulov degani, transport. Bizda ham qishloqlarda bor ko'lik deb aytiladi. Qirg'izlarda o'shani nima deydi?
onaga jo'mi deydida, shunday bir nimasi bor. Bu nima? Ona nima ekan desam, bu nimada dedi, mo'g'ulchadan o'tgan so'z deyishdi. Ba'zi shunday so'zlari bor. Tushunmay qoladigan ayrim so'zlar bor. U ham kam bir 100 ta ham so'z emasda, unaqa. Endi ma'nosida qarang, yana bir qismida Aloke xonning qirg'izlarni qirgani. Ajdodlari Barixon oldida Xizr dorig'an. Tub otasi qirg'izdan tuqqan ekan Qoraxon. Qoraxondan O'g'izxon, O'g'izxondan Alancha, Alanchadan Boyg'urxon. G'ayrati zo'r zahri kuch qotilganni yer qilgan. Qoplon ekan No'g'ayxon, qaytmas bo'lib tug'ilgan. Hammaga dong'i o'qilgan g'azabiga tekkanda Xitoyga qarab o'qizgan. Shul No'g'ayxon o'lganda qaytib kelmas chin joyni, shundoq eran ko'rganda qora Xitoy Manjudan, Aloke degan xon chiqib haybatidan jon chiqib, ne daraxt bor qulatib, ne imorat sulatib, g'ofil yotgan qirg'izni g'anib bilib qirdiku. Bu o'sha nimasi ham bor edi, Nurbek boyagi o'zbekchaga o'girilgan formasi shakli bor, ko'rinishi. Siz ham boya nima qiluvdingiz? Shu ekranga olib chiqsangiz, bu hozir tili haqida, turkiy tilda yozilgani haqida dostonning o'sha manaschilar aytayapti, o'sha manas dostonida bu dostonning tili, bu so'zlashadigan xalqlarning tili bu turkcha deb aytayapti. Qarang, umum hammasining tilga tushunarli til deb. Shuning uchun men bu yerda ko'rdik. Hozir shuni ham bir aytib ketsak bo'ladimi-ki, o'rni kelganda 72 bo'rqa til, hech birovni ep emas, turkiy til ekan tillari, tuk qo'yboy baqiring bilgani deyapti. 72 farqli til. Hech biriga benzer değil, hech birovga o'xshamas deyapti. Turkiy til emish tillari, dillari. Adamın bunu tam anladı. Bütün xalqlar bu, yani odamlar tushundi degan ma'no. Yani bu dostonning tilini, turkiy tilini tinglaganlar, turkiy ellar tushundi bari degan ma'noda kelgan nima. Keyin yana davom etadi. Tubi terang til ekan. Yani tubi teran til ekan. Turkiy tilning ichida tubi qirg'iz til zilingiz, Qipcha qirg'iz bir tug'gan aslingni bilingiz deyapti. Buni turkcha tarjimasi qanaqa bo'lyapti? Buni hurmatli ko'rmanlar, tomoshabinlar, do'stimiz bor, buyuk turkolog, yosh yigit Nurdin Yusuf degan turkolog qirg'iz olimi bor. Hozir Xalqaro Turkiy akademiyada Ostonada ishlayapti. Bu yigitni juda ham ko'p, o'ta ko'p maqolalari bor. Qadimgi turk Orxun Enasoy bitiklari bo'yicha shularni juda ham yaxshi o'qiydi. Shu turkcha maqolalarda o'sha manaschi ham deyiladi. Ya'ni manasni izlayotgan, tadqiq qilayotgan bir olimimiz. Uni maqolalardan olib mana shu yerda qo'yilgan. Shuning uchun agar so'ramasdan olgan bo'lsak, bizni bag'ishlaysiz, ma'zur tutasiz deymiz. Bag'ishlaysiz nima degani? Ya'ni turkchada bag'ishlama, bizni kechiring deganda, ya'ni. Kechiringdan ham boshqacharoq, ya'ni ma'zur tutasiz degan. Bizda bag'ishlamoq boshqacha ishladami? Bag'ishlamoq bizda ba'zan shunday, meni bag'ishlayapti, baxshida aytmoq, ba'zan bag'ishla degan so'z ishlab tilib qolinadi bu. Ozarbayjonchada ham bag'ishla deydi, qardosh, kechir degan ma'noda. Demak, u yigitni nimasida Manas dostonida turk tili nima deyilgan ekan, shu bo'yicha ishlari bor, izlanishlari bor. Manas dostonining mazmuni nima? Manas dostonida turkiy ellar haqida nima deydi? Shularni ham aniq qilganda, shu maqolalarni o'qib foydalandim. O'zim ham qiziqib boshqa qirg'iz, qozoq, o'zbek, boshqa turkiy dunyoning olimlarining Manas dostoni bo'yicha olib borgan ishlarini o'qiganimda juda ham ta'sirlanganman-da, lekin mana bu yerda bu Nuriddin Yusuf juda ham yaxshi bergan ekan. Shuni aytayapti. Turkiy tilning ichida ko'ki qirg'iz so'yingiz deyapti. Turkiy elning nima ichida, ya'ni tomiri qirg'iz urug'ingiz deyapti. Qirg'izni turkning bir urug'i deyapti-da bu yerda. Qipcha qirg'iz qardoshdir deyapti. Ko'kinizni bilingiz, ya'ni tomiringizni, aslingizni bilinglar deganda. Mana bu yerda ayniqsa dostonning o'zining tili bir chiroyli chiqadi, qarang. Qipcha qirg'iz bir tug'gan aslingni bilingiz. Mana shunday nimalar bor. Bu endi savol bor. Ya'ni boyagi berayotgan savolim o'sha Aloke xon haqida. U ham bor, lekin keling shuni umumiylashtiramiz. O'shani ekranga olib chiqsin-da, boyan o'zbekchasi. Men buni aytmoqchi bo'lganim domla. Keling bir ajoyib savol berishga harakat qilaman. Nega qirg'iz qardoshlarda bunday katta doston paydo bo'lgan? Bu nimaning ta'siridan, nimaning oqibatidan? Juda katta doston. Mana dunyoda eng katta dostonlardan biri, agar eng kattasi bo'lmasa. Qirg'izcha aytganda cho'ng doston, cho'ng epos. Mana bu nimaning natijasi? Bu qirg'iz qardoshlarimiz
haqiqatan juda katta zulm ko'rganidanmi, nimaga bunchalik qahramonlik kuylangan katta doston bor, Manas dostoni. Endi buni ko'p sabablari bor. Mana Bobonbek ozgina o'zini fikrini, qarashlarini bildirsin, men keyin boshqa qaraymiz, balkim nimamiz to'g'ri kelar. Bobomniki nimaga bunday katta doston bor qirg'iz xalq? Yo, men bundan albatta xursandman. Faqat buni bunday doston yaralishiga nima sabab bo'lgan? Va eng qizig'i, o'zbeklarda, qolgan qardosh xalqlarda sekin-sekin bu dostonga aylanib, bular o'sha tarixiy bir material sifatida qolgandi, lekin qirg'izlarda bu yaqingacha ham kelganda, mana hayotining ichida bu narsa bor. Turmushi. Ya'ni bu shu darajada kirib ketishiga va shunday katta doston bo'lishiga million misra. Chunki endi biz ishonmaslik haqqimiz yo'q. Buni o'sha bir oqinni aytishicha, u million misra bilar ekan. Endi agar voqin to'g'risida aytmaganingizda ham 450 ming tasdiqlangani. Shuni o'zi ham biz uchun qog'ozga tushirilgani 450 ming. Bog'bonbek aka shu qanday qilib mega o'tib ketgan? Mana bog'bon qanday qilib uni bog'mon bo'lib ketgan? Mana yoki toparmon tutarmondagi yo boshqa tomon o'zlari aytsin. Bu yoqda Xorazmlik do'stlarimiz yozishibdi. Xorazm qishloq qipchoq lahjasida gaplashadiganlar. Bizlarning qishloqda hozir ham bog'bon deb aytiladi deydi. Mana uyga bog'mon keldi uyga deb bemalol aytish mumkin deb yozibdi-da. Xorazm qayerda? Janubiy Qozog'iston qayerda? O'tgan gal ham aytdik, shu bizlarning nimamiz, fikrimiz shu O'tirar shahri, Xorazm shohlarining eng shimoliy sharqidagi. O'tirordan ko'chib ketgan bular degan ajdodlari, ota-bobolar deb aytishadi. Shunda xalq orasida shunday bir sal afsona rivoyatlar saqlanib qolgan. Buni mana o'xshash so'zlarda ham ko'ryapmiz. Ko'chib ketmagan bo'lsa ham juda tegib turgan, bir-biriga yaqin bo'lib yashagan xalqlarda, albatta o'tadi. Bir el bunday olganda Turkiyaning O'g'iz eli, Qarluq eli. Yo'q, aslida albatta faqatgina orada shuncha masofada Toshkentga yaqinroq bo'lish kerak. Oddiy qarang, bu turkiy tilning qoidasi shunaqa. B mga almashib yuraveradi osongina, bunday. Yoki qadimgi turk bitikdoshlarida bir tomonida ban deb boshlanib kelyapti-da, ikkinchi tomonini qarasangiz bitikdoshning men deb boshlanyapti. Hozir O'zbekistonda shaharga kelsangiz man deysiz, qishloqqa borsangiz men deysiz. Yoki ba'zi Andijonda shaharda ham men deyveradi. Yoki qarang, BM almashuv juda ham bosh barmoq deymiz. Biz qishloqlarda boshmaldoq deydi. Nega o'tib ketyapti? Boshmaldoq deydi, ha? Ko'rdingizmi, hamma o'zimiz sezmaymiz ham, hattoki bundaydan tashqari ham nima ko'p edi buni anosi, ko'p joylarda uchratib qolardik-da hozir. Hatto bunday deydi-ku, shunaqa. Bunday o'ylab qarasam, aslida bu bunday. Shunday. Bunday deb ham qo'yaylik. Bu turkiy tillarning deyarli hammasida bor shunaqa BM almashuv. Men hayron qolaman, boygalik DR yozilarni bir-biriga o'tib ketishida yaqin tovushda bular. Endi masalan sh bilan s ni tushunish mumkin. Lekin naryodagi harfi bu yoqdagi harf bilan almashib ketishi biz uchun ayniqsa bizdan o'sha turkiylardan nima deydi? Alohidaroq ko'rinib turadigan bugungi kunda ham kimlarda uzoqda yashaydigan turkiy ellarni aytyapsizmi? Yo'q. Rossiyadagi Chuvashlar. Ularda ham mana masalan bizdagi so'zlardagi harflar boshqachaga aylanib ketgan-ku. Shunda 60 70 70 deganda, 70 deganda nimasi bor-da. Ajoyib. Qarang, bular boya ikkovimiz boshlab qo'yuvdik. Manas dostoni o'zi qanday doston? Qisqa so'zlar shundan kelib chiqsak, o'zi tushunib yetamiz bunday ulkan, cho'ng doston bo'lib ketishiga. Birinchidan buni asri, vaqti ancha uzoq vaqtni o'ziga ichiga oladi. Ilk o'rta asrlardan boshlangan deydi. 1,5 ming yildan beri so'ylanib kelayotgan daston deyiladi. Uni 3 ta davrga bo'lishadi. Birinchi davr o'sha islomdan oldingi davrlarini olgan. O'zi o'sha Enasoy, Sibirdagi davri. Demak, asli Enasoy o'shandan boshlanyapti. 6-9 asrlar orasi bilan belgilanadi. Keyin 9-11 asr, ya'ni mo'g'ullar kelgungacha bo'lgan mana bu yerdagi Issiqko'l havzasida Qoraxoniylar davrining bir mahsulot, o'sha davrdagi voqeliklar yoki Qirg'iz xoqonligi. Qirg'iz xoqonligini bilasiz, u cho'ng mamlakat, ulkan davlat bo'lgan. Bu Mo'g'uliston, Shimoliy Xitoy, butun Markaziy Osiyoning ko'p katta qismini egallagan bir Qirg'iz xoqonligi. Uyg'urlardan oldin keyin. Uyg'urlar 840-yilgacha bo'lsa, undan keyin Uyg'ur xonligidan keyin o'sha Kungay Sibirdagi Enasoy bo'yidagi Qirg'iz xoqonligi kuchayib
qirg'iz haqqonligining o'rnini egalladi 840-yilda. Shundan keyin Uyg'ur xoqonligining o'rnini egalladi. Qirg'iz xoqonligi shu davrda yanagi voqeliklar bor va oxirgi tugatadigan etap bu o'sha 16-asrdan to 19gacha keladi. 20gacha hatto 1,5 yildan beri tirik doston. Shunday tirik va har bir voqealar yozma manbalarga ancha-muncha mos tushadi, uyg'un keladi. Keyin qizig'i jo'ng'orlarga qarshi kurash. Bu jo'ng'orlarga qarshi kurash kimlar? Qalmoqlar o'sha 16-18-asrlarda 200-250 yil bo'yi o'sha Tashti Qipchoq turkiylarga, qozoqlarga, qirg'izlarga, u yerdagi boshqa turkiy ellarga tinchlik bermadi. Hatto Qo'qon xonligi, Xiva xonligigacha kirib keldi. Qalmoqlar, jo'ng'orlar. Qalmoqlar, jo'ng'orlar. Bular o'sha hozirgi mana bu Sharqiy Turkistonni Tangritog'ning nimasida tepa shimol tomonda yashagan Tarbag'atay degan joy bor. Qozog'istonga ham tegib turadi bir qismi. Ana eng mashhur nomi, taniqli nomi anaqa Jo'ng'oriya tekisligi deyiladi. Bir keng bir jihatdan ular kim? O'sha hozir ular mo'g'ullarning bir turi. Qalmoqlar. Yoki musulmon bo'lmagan turklar ham deyishgan, chunki qolib ketdi, qalmoq dedi. O'zlarini Jo'ng'or degan, ya'ni bu so'l qo'l. Barong'ar, Juvong'ar bor-ku. O'sha Jo'ng'orlar bu mo'g'ulchadagi. Mo'g'ulchadagi. Bular buddizm dinining bir boshqacharoq shaklini oldida musulmon qo'shnilari bo'lgan qozoq, o'zbek, qirg'izlarni ancha-muncha qiynab qo'ydi bular. Hujumlar qildi. Butun Markaziy Osiyoni egallashga intildi bular. O'shanga qarshi kurash. Naymanlarga o'xshab. Naymanlar bu darajada emas edi. Bu Naymanlar o'zimizning irmamiz. Bularda bu yerda din dushmanligi kuchli bo'ldi-da. Din o'sha qalmoqlarning. O'shaning evaziga butun turkiy xalqlar o'sha Qo'qon xonlari, Qozoq xonlari, Qirg'iz beklar hammasi birlashib kurashgan paytlarda, chog'larda ularni yengib oxiri nima qilishdi? Qalmoqlar, jo'ng'orlar bitta xalq. Bitta ikki xil nomi bor. Oyratam deb qo'yadi o'ylar. Oyrat tili degan kitobni yaqinda menga ko'rsatib ruschada oyratlar. Turkiy tilning bir nimasi. Endi nomlari sal o'zga. O'sha jo'ng'orlar qalmoqlarga qarshi kurash paytida xalqning ichida shunday qahramonlarga ehtiyoj bo'ldi. Kim o'zini kuchini ko'rsatib, elini saqlab qolgan, o'limdan qo'rqmagan yigitlar, yosh nimalar bo'lsa, o'shalar dostonlarga asos bo'ldi. Dostonlarning bosh qahramoniga aylandi. Manas dostoni ham, Alpomish dostoni ham aslida qahramonlik dostoni. Ya'ni qahramonlar haqida so'ylovchi doston. O'shanda qozoqlarda, qirg'izlar, mana Alpomish qozoqcha variantida ham, o'zbekcha variantida ham, qoraqalpoq variantida ham bosh syujet, bosh g'oya, o'y, fikr qalmoqlarga qarshi kurashadi. Alpomish Botir deydi, 90 qalmoq Botirga Alpiga qarshi kurashdi deydi-ku. Ana shu nimalar Manasda ham shunday. Manasning o'g'illari ham, nevaralari ham o'sha qalmoqlardan elni qutqarish uchun, turkiy ellarni saqlab qolish uchun kurashgani suylanadi-da. Shuni uchun bu doston o'sha Qirg'iziston hududi, Issiqko'l tomonlarida bir necha asrlar o'sha jo'ng'orlar egallab Qirg'izistonning hozirgi nima tomoni bor, o'sha nima deydi? Qoraqo'l degan joyi bor. Qirg'izistonning kunchiqari Issiqko'lga tegib turgan Qoraqo'l degan tuman bor, rayon. O'sha yerda haligacha qalmoqlarning izlari qolib ketgan. Sart qalmoq deb qo'yadi, qirg'izlarning bir urug'iga aylangan. Ayrimlari o'sha tilni ham biladi. O'shalar hattoki bularning Qorabuloq qishloqlarini ham, o'sha mana bu Janubiy Qozog'istonda, Kungay Qozog'istondagi qishloqlarni ham ancha yillar nimalar bosib turgan o'sha qalmoqlar. Siz Kungay deganingiz nima degani? Janub degani. Kunga qaragan tomon. Arabcha janub so'zining o'zbeklar ancha ishlatganmi? Yo Kungay. Turkchada Güney deydi, bilasiz. Güney Turkiston deydi, mana Janubiy Turkiston, Shimoliy Afg'onistonda. Yoki nima deydi? Kungay degani demak bizning sof turkchada janub deganimi? Janub degani. Kunga qaragan tomonimiz. Bu qayerdan? Shimoli quzey. Biz kam eshitganmiz. Bu shivalar qishloqlarda bor, keyin ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik nega deydi, mana qirg'iz og'ayinlarimizda, qozoq bovurlarimizda, turkman qardoshlarimizda barida o'zining so'zi bor. Kun botar, kun chiqish degan nimalarni. Lekin nimaga biz arabcha shimol, janub, g'arb, sharq deb ishlatamiz? Biz ham qardoshlarimizga tilimizda toza o'zimiz turkiy so'zlarni ishlataylik deb ijtimoiy tarmoqda tortishuvlar bo'ladi. Shular hammasini topishyapti. Kun botar deb ham ishlatamiz u. Endi janub shimol ham ishlatilaversa, faqat boyitaveraylik. Lekin o'shani unutib yubormaylik degan ma'noda tilimiz uchun qayg'urib, ham qardoshlarimizga yaqinroq bo'laylik, yana ham yaqinroq tushunaylik deb buni ham ishlataylik deyishyapti-da. Demak, turkcha Güney, Kungay Qozog'iston deyapman men hozir, Janubiy Qozog'iston. Turkiston. Hurmatli muxlislar, bahonada bir o'zimizning qadimiy turkchadan
Usmoniy turkcha bilan adashtirmanglar. Ular 20-yildan keyin uni turkdim. O'zimiz qadimiy turkchadan so'zlarni ham o'rganib ketyapmiz. Kungay degani demak bu janub degani ekan. Shimolni Quzay ham deb ishlatgan, bilasizmi? Quzay. Nimaga? Quz tomon deydi, mana Jizzaxlarda, Shivalarda o'sha tog'ning terskay tomoni bor. Qor qaplab yotadigan joylari, yerlari Quzay. Keyin va kunbotar kun chiqarni endi bilamiz. Qozoqlar shig'is deydi kun chiqarni. Nimani g'arb shig'is degani bu chiqish degani. Batыс. Qirg'izlarimiz chiqish Turkiston deydi, masalan, Sharqiy Turkistonni. Bu tomonda Batish Turkiston. Ya'ni oddiy chiqish va botish. Botish. Turkmanchasiga aytsangiz Gundug'ar, Gunbatar. Kundug'ar, Tug'ar. Kun tug'ar. Uni ham bor bizda-da aslida. Juda ham bor. Mana endi Manas dostoniga yana qaytamiz. Demak, Manas dostonining juda kattaligi va uni 1000 yildan oshiq tirik turganining asl sabablari qo'shimcha qilib ketsak-da, Iliada, Odisseya dostoni bor-ku, shundan 20 barobarga katta ekan. 20 barobarga qarang, qancha farq 20. Mahabharatdan hindlarning 2 barobarga ko'p ekan. Demak, ular ham 250-300 misra bo'lsa, bularniki 500 misra, 1000 misra. Hattoki 1 million misra ham deb keltiryapti. Million misra bo'lsa tamom, tengi yo'q. Boshqa birorta tasir yaqlasha olmaydi. Bu nega degan savol qiynaveradi-da, domla. Masalan, mana qirg'iz qardoshlarimiz hozir xafa bo'lishmasin, lekin hali son jihatidan deylik, hali mana bugungi kundagi aholi soni jihatidan oladigan bo'lsak-da, Manas dostoni qirg'iz qardoshlarimizdan ko'pga o'xshaydi menga. Ya'ni shu darajada kattaki u. Hali qirg'iz qardoshlarimizdan kattaga o'xshaydi-da. To'g'ri. Bu endi buni ular noto'g'ri tushunishmasin, buni aksincha e'tirof deb qabul qilsin. Bu xuddi nimaga o'xshab ketadi? Bu ko'p ko'rsatuvda yana takrorlanib ketyapti. Professor Bahriddin Usmonov hamkasbingiz bilan Amir Temur haqida ko'rsatuv qilyapmiz-ku. Men ko'p savol beraman. Nega Amir Temur hamma egallagan joylarni saltanatga qo'shib o'zini odamlarni qo'ymagansa, oxir bir kun yorildilar deb professor Bahriddin Usmonov. Odam yo'q edi, G'ayrat xo'ja deydi buncha. U yerlarga qo'yishga odam yo'q edi deydilar. Ya'ni biz o'zimizni kuchimizdan ko'p joylarni olib qo'yganmiz shundoq ham. Ya'ni Markaziy Osiyoda masalan Markaziy Osiyoda Eronni ushlab turadigan, Kavkazni ushlab turadigan, Kichik Osiyoni yoki Yaqin Sharqni ushlab turgan, chunki u yerda odam juda ham ko'p. Masalan, Eronni o'zi, masalan, hozir butun Eron bir million Markaziy Osiyoni qo'shsangiz, Erondan biroz ko'p bo'lib chiqadi-da o'zi aslida. Yoki Kichik Osiyoni o'zi ham xuddi shunaqa. Kavkaz endi to'g'ri biroz kamroq. Ya'ni bizda odam yetmagan deydilar. Xuddi shunga o'xshab, ya'ni men aytamanki, xulosa qilaman o'zimcha, Amir Temurning kuchi bizda o'zimizdan ko'payib ketib qolgan deyman. Ya'ni nomutanosib ravishda ko'payib ketib qolgan deyman-da. Xuddi shunaqa Manas dostoni ham qirg'iz elidan ko'pga o'xshaydi menga. Buni boshqa buni qarang, mening qarashim bo'yicha aslida qirg'izlar Turkiy xalqlarining ichida juda keng hududlarga yoyilib ketgan xalqda bu. Uzilib qolgan, mana Xitoyning eng kunbotish chiqar tomonida Fuyi qirg'izlar. Tasavvur qiling yoki Koreyaga yaqin. Hurmatli muxlislar, Koreyaga yaqin Fuyi qirg'izlari bor. Shunday. Minglab kilometr, 4000 kilometr. Yana qarang, Kungay Sibir, ya'ni Janubiy Sibirda qirg'iz og'aynilarimizning mana Xakaslar, Tuvalarga qanchalik yaqin. Endi nomini hatto qirg'iz deb, hatto Mongoliyada qancha qirg'iz degan joy, ko'l, daryo otlarini borligini bilamiz. O'zim guvoh bo'lgan emas. Qirg'iz Nur degan joy bor, ya'ni Qirg'iz ko'l. Yoki mana Turkiyada qirg'iz bilan bog'liq, yoki o'sha aynan Qrimda qirg'iz, qozoq degan ovullar, qishloqlar bor edi 20-asr boshlarigacha. Bularni kimlardir o'zgartirib yubordi-da. Kavkazda bor edi. Shuning uchun biroz kamday, ozday ko'rinadi, lekin qirg'iz eli ham cho'ng el va turkiylarning o'sha ham nimasini ko'rsatib kelgan tarixda o'rnini. Hozir nima bo'yicha o'sha Manas dostoniga qaytadigan bo'lsak, o'sha dostonda ham qirg'izning qanday katta o'lkan cho'ng el ekanligini aytadi. Ko'p bot-bot tilga olinadi. Qizig'i nimada hozir qani edi Nurbek yuritib turibdimi? Bularning shu darajada turkiy dunyoni yaxshi bilganda, qarang, masalan, tasavvur qilaylik, qaysi bir Go'ro'g'li yoki Bolpomish dostoni men bularning qiymatini ozaytirayotganim yo'q. Bularda qaysidir syujet, voqea asosiy tub ildizi bir tomonga qaratilgan bo'lishi mumkin. Geografiyasi nisbatan biroz qisqaroq hududni olgan bo'lishi mumkin. Manas dostonida o'sha kun chiqardagi boyagi yaqin uzoq sharq deymiz, o'sha Amur daryolaridan tortib to sharqiy Yevropagacha, ya'ni nimaga Turkiyaga, Osmonligacha bo'lgan hududlarni turk eli deb aytadi-da.
ichidagi xalqlarni birma-bir sanaydi. Qarang, bu darajada geografik yoki tarixiy bilimlar keng dostonda shulardagi bo'layotgan qiyinchiliklarni ham aytadi. Bir tomonida Xitoyning xavfi bor, Xitoy qisib kelyapti, bir tomonida boshqa ellar qisib kelyapti. Turk eli birlashsangina bu narsadan qutulib qolasan deb necha asrlar oldin aytilyapti. Endi to'g'ri 20-asr boshlarida Turkiston jadidlari, o'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman hamma qardoshlarimiz o'sha qayg'urib, uyg'ur qardoshlarimiz Turkiy nimani saqlanib qolish uchun birlikka chaqirgan paytda o'sha doston ham o'shani davom ettirdi. O'sha dostonni so'ylagan, kuylagan qirg'iz oqinlari shu narsaga urg'u berdi. Dostonga qo'shimchalar kiritdi, hattoki dedi-ku, mana shunaqa ellar bor. Mana hozir bir nima bor, 90 turk urug'i degan joy bor edi. O'shani qanday o'tkazsak bo'ladi? Sizda bormi ekan? Anaqa yozilgan, turkchada yozilgan edi. 90 raqami aslida Turkiya xalqlarida bir muqaddas qutlug' raqam hisoblanadi. 9 raqam deganda mana shuni bitta oldingisiga o'tsak bo'lardi aslida. Shu yerda u kichikroq edi, mayli. Qarang, Manas dostonida aytayapti, 90 urug' o'zbek deyapti. To'zg'uni bo'lsa jeyayin, to'zoqi Xitoy jurtuna to'polongni qilayin. Turkchasida dag'ilmish olsa to'playayim, jahannam chin xalqini ham. Bu keyingi o'tamiz. Mayli, o'sha boyagi she'rni bitirib qo'yaylik. Qaytadan Qana, Manas dostonida shunday birlikka chaqiruvchi turkiy ellarni nima qilyapti? Qarang. 90 urug'li o'zbek deyapti, o'zbek. To'zg'ani bo'lsa jeyayin, to'zib ketgan bo'lsa yig'ayin deyapti. Manas. To'zoqi Xitoy jurtuna, do'zaxi Xitoy yurtiga janjallar urushini qilayin, to'polon qilish bor bizda, to'polon qilmang, to'polonni qilayin deyapti. Jahannam chin xalqini belayi ben solayim deyapti turkcha tarjimasida. Bu ham Nuriddin Usiyevning nimasi, tarjimasi biroz qisqartirib berdi. Yana boshlanyapti dostonda. Bizga boyagi joy. Qaysi? 90 urug'li o'zbekni hamma joyga tarqab ketgan bo'lsa ham yig'ay Xitoyga borib to'polon qilay deyapti. Shuni biroz bizga sharhlab bering. Ya'ni bu bilan deyapti, hozir 90 turk urug'i ham degan joyi bor. Bu yerda endi o'zbeklarning 92 urug'dan tashkil topgani, o'sha qamrab olganligini bu yerda Manas o'zbeklarni nazarda tutyapti. Bugun biz bilgan o'sha qarang, turkiy urug'ni aslida bunaqa ikki xil ma'noda tushunilardi. Bir tor ma'noda o'sha dasht qipchoq ko'chmanchi o'zbeklarning 92 o'zbek urug'i derdi. Keng ma'noda butun O'rta Osiyodagi boyagi siyosiy tomondan kuchli bo'lib turgan turkiy ellarni birlashtiruvchi nom edi. Chunki Manas bu bilan men o'zbeklarni yig'ib Xitoyga borib to'polon qilaman. To'polon qilaylik, o'shani saqlab qolaylik o'zimiz yurtimiz. Chunki Qo'qon xonligi Sharqiy Turkistonni Xitoy egallayotgan paytda manjurlar nima bilan chiqdi? Qirg'iz, qozoq, o'zbek, tojik hammasini birlashtirib saqlab qolishga Uyg'ur birodar qardoshlarimiz bir ko'ryapti. O'shani keyin bu dostonda o'zini nimasini olyapti. Qarang, yana nima deydi? Samarqandni joy qilib 90 urug' o'zbek, jalpi barin boy qilib Azret to'g'sin yer qilib. Buni qarang. 90 bo'y o'zbeklarning tamoman zengin edib, Azret dag'ini yurt edinib deyapti turkchasida. O'zbekchasida qarang. Samarqandni joy qilib, 90 urug'li o'zbek, yalpi barini boy qilib, Hazrat tog'in joy qilib deyapti. Samarqandni yurt edinib deb turkcha tarjima qilinibdi. Nuriddin bir qardoshimiz shunday tarjima qilgan. Hazrat tog'i bor, bilasiz, o'sha nimada dedi, bu Hazrati Davud deyishimiz mumkin. Ya'ni umuman Samarqand atrofidagi tog'lar, Cho'lponota deymizmi, Turkiston, Zarafshon tog'larini bularni muqaddas tog'lar deb bilish borda. O'sha tog'larda avliyolarning yerlari bor deydi-da, qarang. Azirat tog'i deyapti. Hazrat tog'. Tushunyapsizmi? Samarqandni joy qilib 90 urug' o'zbek, Azirat tog'sin yer qilib, jalpi barini boy qilib deyapti. Ya'ni o'sha boy qilgan bularni barini deyapti. Endi tamomini zengin edib nima degani? Tamomi barchasini butunlay zangin degani boy degani. Shu boy degan so'z butun turkiy tillarda bor. Boy badavlat ma'nosida, lekin turkchada uning o'rniga arabcha zangin so'zi ishlatilib ketganda. Bu Manasni o'zbeklarga bag'ishlangan qismi yo'q, bu Yo'q, qarang. Manas dostonni o'qib boraversangiz, uni bo'limlarga ajratilganda, masalan, unda nechtalab yuzlab qahramonlar qatnashadi, boyagi nima obrazlar borda. Semetey degan o'g'lining kurashlari, undan keyin nima edi? Saytek degan nevarasining yana qalmoqlarga, boshqa chet dushmanlarga qarshi, yovlarga qarshi kurash so'ylanadi. Undan tashqari bir nechta qo'lcho'ro deydi, ichida ko'plab mana ular obrazlar tashqi dushmanga kurashganda shularning faoliyatini aytayotgan paytda
qozoqlar haqida aytyapti. Qozoqlar jiyilib kelib, mana qirg'iz bilan bir bo'lib dedi, yo bo'lmasa o'zbek uning jonida birga dushmanga qarshi chiqib deb boshlab ketaveradi nimalari. Keyin bari turk el birlashib degan nimalari bor. O'sha payt tasavvur qiling, bundan qancha yillar oldin buni eng qizig'i mana shu dostonni birinchi bo'lib yozmaga qog'ozga tushirib saqlab qolgan Cho'qon Valixonov qardoshimiz bo'ladi. Qozoq og'aynilarning eng buyuk o'sha o'tgan nimada suhbatlashdik. Hozir Manas dostoni demak birlashtirish uchun juda hozir ham ya'ni buni tarbiyaviy ahamiyat, tarbiyaviy o'rni juda buyuk-da buni. Bu yerda hozir nimani ko'ryapmiz? Bu hozir tinmay 90 urug' o'zbek haqida aytyapti, Samarqandni joy qilib deyapti, shu yerda birlashib. Yana boshqa elga, qatta bir cho'ng elga, o'lkan bir elga qarshi kurashish deyapti. Ya'ni o'sha Xitoyga deydi, borib to'polon qilib kelamiz, o'zbekni birlashtirib deyapti. Bu demak, bu hozir 1500-1600-yillar, 1700-yillar haqida. 1700 har yillarda bo'lib turgan. Masalan, ayniqsa 1000 o'tgan nimada aytdik, 1820-1850-yillar orasida o'sha Haqqulibek degan 100 urug'idan o'zbeklarning birgalashib qozoq, qirg'iz, tojik askarlarini birlashtirib Xitoyga qarshi yurish qilgan haqida nima bor edi. Shuni demak Cho'qon Valixonov yozib qoldirgan so'zlarni bu Cho'qon Valixonov aytdimi, boya buni ag'dargan qozoqda rus tiliga nima qilgan odam, dunyoga tanishishga katta xizmati bo'lgan odam. Demak nima dedi? O'sha paytdagi tirik voqelik, haqiqiy voqelik o'rin olganda bu hozir men boshqacha hissiyotlar menda, to'g'risini aytsam, balki bu ko'rsatuvda bularni bildirish kerak emasdir, ammo iloji bo'lmayapti. Ya'ni biz biror bir romanni, keyin kichkinasidan boshlaymiz. Hikoya, romanni o'qisak, qissani, bu ma'lum bir davrga tegishli bo'ladi. O'sha davrni kuylaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qahramonlikmi, geografiyasinimi, tabiatinimi, sevgi, muhabbati-yu nimasini bo'lsa ham ma'lum bir davr qamrab olinadi. Deylik 1500-yildan 1550-yilgacha bir odamning umri yoki 3 avlodning umri, masalan, Go'ro'g'li, Alpomishlar agar qarindoshligini, ya'ni avlod, masalan, 3 avlodning buva nevaragacha kelishi mumkin. Ha, ya'ni avaradan u yog'iga o'tmaydi, chunki bir-birini ko'rmay qoladi ular. Alpomish ham shunday. U o'sha Alpomishning davri va Alpomish bilan yakunlanadi doston. Ammo Manasda hozir to'g'risi men kursga tayyorlanish jarayonida Manasni o'qidim. Endi bu 450 mingni o'qimagan, 1000 misra ham o'qimaganligim aniq. Boshlanishidan o'rtalaridan o'qidim. Lekin hozir nimani ko'ryapmiz? Men muxlis adashdi deb o'yladim. Bir muxlisimiz yozdilarki, Manasda Amir Temur davri ham juda yaxshi tasvirlangan. Desalar, men 1000 yil oldingi dostonda Amir Temur davri nima qiladi? Mayli muxlisim adashdilar deb o'tiraman. Lekin biz hozir nimani ko'ryapmiz? 18-asrni ko'ryapmiz. Va ko'rsatuvda bir necha marta qaytardikki, Manas bu 20-asrgacha ham tirik doston hisoblangan. Shunday. Tirik doston hisoblangan. Bugungi kunimizda buni tirik dostonni tushunish qiyindir. Kundalik voqeliklar. Bugungi kunimizda hurmatli muxlislar, davomiy seriallar bor-ku. To'g'ri, bularni ma'naviy jihatdan bir-biriga solishtirib bo'lmaydi. Men texnik jihatdan aytyapman. Masalan, bir serial boshlanib 10 yil davom etadi-ku. Tasavvur qiling, Manas 1,5 ming yil oldin boshlanib, bugun endi tugadi desak, qirg'iz qardoshlar xafa bo'lishmasin. Bugun endi biroz boshqacharoq tarixga aylanyapti. Lekin 20-asrda ham Manaschilar bo'lgan. Va u 20-asrgacha ham tirik kelavergan. Asrdagi voqealarni ichiga olib, asr qahramonlarini kuylab kelavergan. Keyin ideologiyasi tirik hali ham. Haligacha uni g'oyasi o'sha tirik. Aytilgan so'zlar Va mana hozir muxlislar aytayapti, bu unda birlashtiruvchi doston ekan deb. Menda ham shunday tuyg'u. Hozir qarang, hozir kengisini keltiraylik-da, qarang, o'sha yerda bir Bog'mon aka tarjimada boy aytganlarida ham qo'shvordilar deb o'tirgan edim, lekin bu mana shu Manasni ichida 90 urug'li o'zbekni birlashtirib, Xitoyga borib to'polonini chiqarib kelaman, Samarqandni joy qilaman, u yerda hammani boy qilaman. Axir bu 18-asrning gaplari-ku. Masalan, 19-asr boshlarida ham hattoki Xitoy bilan Qo'qon xonlari ancha-muncha to'polonlar qilishgan. Kerak bo'lsa Xitoy imperatorlari Qo'qonga ozgina bojam to'lashga majbur bo'lganki, xo'jalarni chiqarib yubormaslik uchun Xitoyga chiqarib xo'jalar 7 suvlarni qaytarib olmaslik uchun 7 shaharlarni. Shundoq ham 7 shahar degan davlatlar bo'lgan, u haqida alohida gaplashamiz.
umuman boshqacha hissiyotlar hozir domla. Ya'ni Manas dostonining tirikligi mana hozir ayon bo'lyapti. Shunday. Mana 360 dan ortiq personaj bor, qahramonlari borda. Turli davrlarda. Turli davrlarga. Mana bu o'z qahramonlik dastoni deyapmiz-ku. Umuman yovni quvganligi haqida juda ham ko'p aytiladi. Yovni quvdik, birlashdik, taxtdan haydab bu Xitoylar haqida. Endi boshqa tabiiy savol paydo bo'ladi. Bu birlashtiruvchi doston nega bizda bu doston kuylanmagan? Endi qarang, buning ko'p sabablari bor. Bizni dostonlarimizni bilasiz 30-yillarda 20-asrning hammasini feodallarning, quldorlarning, ezuvchi sinfning, boy sinfning dostoni, shularni kuylagan doston degan yondashuvlar bo'ldi. Bizni hamma tomondan bitta elni, bir Turkiya elni parchalab tashlash uchun bizni hamma narsalar vositalarini ishga soldi-da, tasavvur qiling. Shuning evaziga qarang. Hech kim, hatto men o'zbekchada, qozoqchada ham izlab ko'rdim. Manasda biz haqimizda qay darajada so'zlangan degan narsani to'g'ri kechirasizlar, juda o'ta oz topdim. Chunki bu tomonlarga ko'p e'tibor berilmayapti-da. Aslida bu doston o'sha Tunyuqda, Kultigin bitik toshlarda aytilgan Tavg'achga Xitoy xalqidan ehtiyot bo'l, savdo sotig'ingni qil, lekin shirin so'ziga uchma bularning degan tomonlari bor edi. Mana shuni bu yerda aytyapti. Keyingisini ko'raylik-da. Hatto shu yerda boyagiga o'xshash bir nima boyagi turk 90 turk degan joyi bor edi. Bundan bitta oldin bir ko'rsatdingiz-ku. O'sha mana qarang, 90 urug' turk deyapti. Cho'ng Beyjingda urushda. 90 urug' turk o'g'li alda qancha sanoqsiz anju-manju qalmoqda. Qarmashni qancha ko'p ko'rdi. Ya'ni cho'ng Beyjingda, shu o'lkan Beyjingda urushda, ya'ni Pekinda urushda deyapti. 90 urug' turk o'g'li qatnashdi ham deyapti. Ko'ryapsizmi? 90 urug' turk. 90 urug'li o'zbek deyapti, bu yerda 90 urug'li turk deyapti. Bu yerda ya'ni turkiylarning shunchalar ko'p urug'lari borligini aytyapti, tarmoqlari borligini aytish bilan birga 90 raqam bu yerda muqaddas qutlug' raqam deb qarash ham bor-da. Keyin manjular bilan ham, qalmoq bilan ham urushda 90 turk urug'i. Manju bu Manjuriyami? Manjurlar, keyin yana boyagi Xitoylarning Jurjanlar sulolasi deydi, o'sha 1911-yilgacha Xitoyni boshqargan Manjurlarning sulolasi uchun ham hatto Qo'qon Manjur urushi deyiladi ko'pincha, aslida Xitoy bilan emas, aynan Manjurlar bilan. Shunday Manjurlar hukmron bo'lgan. Shunday. Qarmashni qancha ko'p ko'rdi deyapti. Bu unaqa voqealarni ko'p ko'rdi deydi. Endi Manas juda katta doston. 1 soat suhbat qildik, lekin to'g'risi Manasga kira olmadim. Buni biz yana qaytadan o'rganib chiqsiz bilan alohida suhbat qilamiz. Bir ikkita she'rlari bor edi, shuni nima o'qib bersin-da. Bobombek yaxshi biladi. Men endi va chunki juda ko'p savol keldi hozir. Albatta. Mana shu she'rlarni o'qigandan keyin biz savollarga o'tamiz. Birinchidan to'g'risini aytaman, biz uchun biz albatta maktabda o'qiganmiz Manasni. Qirg'iz qardoshlarimizning buyuk episi deb bilardik doim. Lekin endi kashf qildik. Ochig'i qirg'iz qardoshlar haqiqatan juda buyuk doston bor ekan. Biz mana men o'zim shaxsan endi tushunyapman, bu qandaydir boshqacha, bu yerning g'oyasi ham boshqacha-da. Ya'ni butun mana shu deyarli 1000 yil davomida qahramonlikni kuylagan, har bir davrdan olib va hech kimni ajratmagan. Masalan, sen qirg'iz, men o'zbek, sen tojik, men qozoq deb o'tirmaganda, mana shu joyi bilan juda ham bir muhim. Ushbu doston, ya'ni millatchilik emas, aksincha millatlarni birlashtirish bo'yicha juda katta xizmati bor ekan bu doston. She'rlaridan bu yerda ko'rarmanlarimiz uchun yana bir eslatib ketsak, adabiyotshunos olim Zuhriddin Isomiddinov o'zbekchaga o'girgan, tarjima qilgan. Qiziqib o'qiyman deganlar bo'lsa, albatta topib o'qishlari mumkin. O'zbekchaga ham ancha o'girilgan doston, Manas doston o'zbek. Qirg'izchada o'qib bera olasizmi? Albatta. Qani qirg'izcha nimalarni ham keltiring qani, siz nimada ekranga olib chiqasizmi yoki telefoningizda bordi shekilli. Albatta. Ya'ni bizni maqsadimiz Fikrat tahliliy dasturi orqali qardoshlarning tili ko'p yangrasin. Oxir oqibat biz shunday bo'laylikki, biz uchun tushunish muammo emas bir-birimizni. Men o'zbekcha gapiraman, siz qirg'izcha gapirasiz, u qozoqcha, lekin hammamiz bir-birimizni tushunaveramiz. Mana shunisi muhim. Bu juda muhim. Men o'z vaqtida shu Finlyandiyadagi konferensiyada Abdulla aka. Baribir inson o'ziga yaqinlarni qidiradi-ku. Finlandiyaga konferensiyaga borganmiz, albatta menga u yerda rus tilida so'zlashuvchilar juda yaqin edi.
bir mo'g'ul bor edi, ruscha gaplasha oladigan, gruzin, endi ruslar va endi qolganlar endi ko'proq inglizcha gaplashyapti. Adangizni she'rini o'qib bering. Inglizcha gaplashsak ham, lekin bizga ruhan yaqinlarni qidirasiz-ku. Endi u vaqtda biz ruscha gaplashganlar biz uchun yaqin edi, bir-birimizni tushunardik. Endi va shu yerda bir ikkita turkni ko'rib qoldim. Ikkita turk olim yigitni ko'rib qoldim. Turkiyalik deng. Turkiyalik, shunday, turkiyalikni ko'rib qoldim. Endi men hamma bilan ruscha gaplashib turibman. Men aytayapmanki, mana bular bilan endi o'zbekcha gaplashaman deyapman. Xursand bo'lib ketdim. Chunki turkiyalik so'zlashaman desangiz, yana ham ko'proq. Endi ular turkiyalik, albatta bir-birimizni tushunamiz. Kamida 80% ga tushunamiz deyapti. Men salom bersam, alik olishdi. Gapiraman tushunmaydi-da. Jahlim chiqib ketaman. Aytdim, u menga gapiryapti, men uni tushunib turibman. Keyin men bilan inglizcha gaplashishga harakat qilaverdim. Baraka topib ko'r. Biz qarindoshimiz. Sen turkiyalik, men o'zbekistonlik. Bizda deyarli bitta tilda gaplashamiz do'g'ri. Gapir turkcha endi, men tushunyapman. Meni o'zbekchamni tushunishga harakat qil. Desam, ani nima deydi? What deb turaveradi inglizchada, ya'ni nima deydi? What do you want deb, ali nima xohlayapsan do'stim deb inglizcha men bilan gaplashaveradi demaydi. Baraka topib ko'r. Keyin nima deydi? Ikkitamasimi u turkiyaliklar. Bir-biri bilan gaplashyapti-da. Bu ani o'zbek odami deydi, bizdan nima istayapti deb turkcha gapiradi. Men hammasini tushunib turibman. Men aytdim, qanaqa odamsizlar deyapman. Tushunishga ozgina harakat qil bizni. Jahling chiqib ketar ekanda, men bilan inglizcha gaplashishga harakat qildi. Inglizcha qayerda, turkcha qayerda? Keyin bo'lmadi. Keyin tushundimki, keyin u Toshkentga kelgandan keyin men qaradim, qanchalik farqi. Qarasam, hali tushunish degan so'zni ular anglash der ekan. Bizda ham anglash bor, faqat bizda bor, faqatgina men ular buni tushunishini bilganimda men seni anglayapman deb aytib qo'ya qolardim. Men seni tushunyapman desam, what deb turaveradi. Tushunyapman degan o'ylayapman sen haqingda bo'lib qolyapti-da. Keyin yana bir narsa, bizda Markaziy Osiyoda, mana O'zbekistonda ko'pincha maksimal darajada tushunishga harakat qilamiz. Buni men qirg'izlarda ham ko'rdim, qozoqlarda ham ko'rdim. Biz bir-birimizni tushunishga juda ko'p harakat qilar ekanmiz. Mana shu ko'rsatuvlarda qirg'iz qardoshlar o'tirib tushunib, eshitib, sharh yozib o'tirishadi. Hatto o'zbekchani o'rganib oldim yoki tilim o'zim ham kuchaydi, o'zbekchani bilishdim ham deydi. Lekin boshqa ayrim qardoshlarimizda bir-birimiz tushunishga bo'lgan qiziqish kam-kam. Biz buni kuchaytirishimiz kerak. Shuning uchun maqsad nima? Demak, Fikrat tahliliy dasturida mana shunday qardosh tillarni, o'zi aslida qardosh deymiz, o'zi bir til, turkiy til. Mana shu tillarda ko'proq so'zlab, kerak bo'lsa o'zimizni tojik qardoshlarning tilida ham so'z ishlatib bir-birimizni oson tushunadigan darajaga yetish. Shuning uchun aynan qirg'izchasiga nima deydi? So'ylab bering deydimi qirg'izchasiga? So'ylang. Qirg'izchasiga so'ylang. So'ylab bering desa bo'ladi albatta. Undan oldin agar iloji bo'lsa qirg'iz bir tug'onlarimiz haqida, o'zbek qirg'iz do'stligi haqida bir she'r bor edi, shuni o'qisak. Yozari, muallifi kim edi? Shuni ham tushuntirib aytib keting. Bu bizlar Sunnatulloh Akram bilan adamiz bo'ladi, shu shoir, Janubiy Qozoq, Kungay Qozog'istonlik taniqli o'zbek shoirlaridan. Qozog'istonda ham o'tgan safar ham o'qib berdik-ku, qozoq o'zbek do'stligi haqida. Yodimizda albatta. U ada deydimi Qozog'istonda? Ada deyiladi. Shu faqat Toshkentda 6 oyliklar sizlarda 6 oyliklar ham ada deydi. O'zi asli adami? Ota so'zini ada deb yuboradi, fonetik o'zgargan shakli. Unda biz xafa bo'lib yurgan ekanmiz, shevada gapiramiz. Yo'q, dada qaysi turkiy so'z bu? Dada ham endi bu keng tarqalgan so'z, turkiy tillarga kirib kelgan so'z ham deyiladi, balkim o'zlaridan chiqqandir. Nimaga unda adabiy tilda ada so'zini ishlatmaymiz? Endi ishlatsak ham bo'lar, qanchalar ko'p bo'lsa shuncha yaxshi ekan aslida. Ishlataverish kerak. Nega biz men hattoki mana hozir bular xotirjam ada deb o'tiribdilar-ku. Men yigitlar bilan gaplashganda shu adabiy tilni ko'rsatuv jarayonida tilim shevaga ketib qolmasligi uchun adabiy tilda men shu yerdagi yigitlar bilan ham adabiy tilda gaplashishga harakat qilaman-da va so'rayman, dadang yaxshimilar deb so'rayman. Ular hayron bo'ladi. Doda bu bobo. Bizda Toshkentda doda deganda buva nazarda tutiladi, ada deganda ota nazarda tutiladi. Lekin bu adabiy tilda yo'qligi uchun men harakat qilaman adabiy tildagi sinonimini ishlatishga. Shunday. Hozir bular xotirjam adamiz deb turibdilar. Adangiz. Marhamat. Bular juda ham shu turkiylik, qardoshlik, do'stlik haqida qayg'uradigan kishi-da u kishi. Qirg'izim. Ena soydan do'stin izlab kelgan qardosh qirg'izim. Tili yaqin, dili yaqin, so'zi sirdosh qirg'izim. Tilagi bir, yuragi bir, o'zing qondosh qirg'izim.
g'animlardan kam bo'lmagin yo'ldosh qirg'izim. Chingizingni dunyo tanir, vafodorlik timsoli, odil Yoqub Pirim qullar, chin do'stlikning ummoni. Har baloyu qazolardan o'tding og'a ini bo'lib, so'zi ham bir, ish ham bir, darddoshimsan qirg'izim. Bozori bir, mozori bir daryoning irmog'i, bordi kelding yarashadi, siyosatdandir sarbozi. Do'stlar ko'rib quvonadi, inoqlikning bog'bonin, bir so'z bilan aytganda sen dildoshimsan qirg'izim. Manasing ming yillik tarix, bashariyat tan olgan, ko'pkarlari soyisida ho'kiz o'ldiga solgan. Madaniyat, ma'rifatda yuksaklikka intilgan, adolatning maydonida jar solgan sen qirg'izim. Sunnatulloh akram, 25 noyabr 2023-yil. Bugun yozilibdi, demak. Maşallah. Mana shu ko'rsatuv haqida xabar chiqqandan ular ta'sirlanib yozildi. Maxsus ko'rsatuv uchun. Albatta. Yana bugun tug'ilgan kunlari ham, yana bugun. Tabriklaymiz u kishini. Necha yoshga kirdilar? 74 yoshga kirdi. Xudo. 75 yoshlarida ham shunaqa qardoshlik, Millatlarni birlashtiruvchi she'rlar yozsinlar. Albatta. Ana endi qirg'izcha. Qirg'izchasini endi siz topdingizmi o'zi yoki o'zingiz o'qiysizmi yoki? Yo'q, yuborib qo'ygan edik, shu chiqadi. Yo, yuborgan bo'lsangiz, Nurbekni Telegramga kirsangiz shu yerdan chiqadi. Ha, jo'natgan bo'lsa o'sha agar Nurbek o'chirib tashlamagan bo'lsa. Ungacha mayli biz nimadan so'zlashib tursak bo'ladimi boshqa tomonlaridan? Albatta. Qarang, nima Qirg'iziston yoki qirg'iz yerlarida mana shu dostonning yaratilishi, keyin bunchalik ko'p so'zlarni og'zaki aytilib berilishi bu katta bir fenomenda bu aslida. Buning uchun teran aql kerak bo'ladi. Ya'niki tasavvur qiling, 2 kun, 1 kun so'zlanadigan tinimsiz so'zlardan adashmasdan o'rni bilan voqeani tinglovchilarga tushuntirib berish u katta cho'ng mahorat talab qiladi. U insonda unaqa iste'dod, talant bo'lmasa, uni aytish o'ta qiyin-da. Shuni men o'zim jonlisini ko'rib, hayron qolib mana bir konferensiya, anjuman, yig'ilish bo'lganda Bishkekda bundan bir 15 yilcha, 20 yilcha oldin edi. Butun Turkiya ellaridan qatnashchilar kelgan olimlar, qarayapman, endi boyagi bizda Alpomish dostonini aytuvchi baxshilarimiz, Alpomish 7 yil kun yo'l jursa ham mo'l jurdi deb boshladi. Qo'ng'irot elinda deb boshlab ketadi-yu. Qozoqchasi ham shunga yaqin. Qirg'izchada ham shunaqa bo'lsa kerak. Umuman eshitib ko'rmagan edim-da, endi hali yoshmiz. Shunda boshladi boyagi haqiqiy qirg'izchada o'sha oqinlari eshitganman, o'sha dostonni yozib olgan Sag'inboy O'razbaqboy o'g'li nimasi O'razbaqov degan juda mashhur o'sha. Shunda nimalar, o'sha davomchilari, ulamchilari bor ekan. Shunda davraga, sahnaga chiqdi-da, qanaqa aytiladi tasavvur qiling. Agar iloji bo'lganda videoda ham ko'rsak bular nimada Manas dostoni deb video roliklar topib ko'rsangizlar, juda ham chiroyli o'sha Manas haqida yana ham to'liqroq tushunchaga ega bo'ladi. Shunday boshlayapti. Boya chordona qo'yib turkona o'tirish, o'sha oyoqlarini chalishtirib o'tirib bag'dosh qurib o'tiryapti-da. Uni maxsus tayyorgarlik ko'rib, butun odamlar tinglab turibdi. Manas bo'lganda 17 ga to'lganda deb shunday boshlab ketyapti. Endi tinglab borgan sari bosh jimirlab, odam eti jimirlab, o'sha muhit, o'sha davrga tushib qolganingiz. Umuman, ya'ni bir kun aytsa ham yonidan turib keta olmaysiz-da, endi tasavvur qiling. O'sha voqealarga ergashib ketyapsiz, o'sha davrda yashayapsiz. Shu darajada ko'zimizga yosh to'lib ketdi, bilasizmi, to'lib. Shu darajada hattoki bir hafta 10 kun shu nimani aytishga urinib taqlid qilib yurdim-da. Endi oradan 20 yillar o'tdi, unutib qo'yibman, lekin o'sha paytda juda nima bo'ldim. Endi bizning ishimiz, boshqa nimalarimiz ko'p. Shunda chalg'iganmiz, lekin ma'naviy umuman butun Turkiya xalqlarining o'sha qadimgi davrini qanday xalq bo'lgan va qanday vaqtini qanday o'tkazgan, ishdan keyin kechqurunlar xalqqa ko'ngilochar nimalari, xalq tarbiya, yoshlarga qanday nasihat qilgan, kengashlari qanday bo'lgan desangiz, o'sha Alpomishni ham tinglab ko'ring, Guruglini tinglab ko'ring, har birda bir turkiylikning bir olamini, davrini topasiz-da, qiyofasini, ko'rinishini. Manasda o'sha ham barchasini ko'rinishini topasiz. Manasning 7 xandi chaqirtishi. Qozoq, qirg'iz chamalash, qalgan elder aralash, qalmoq menen ayıldash,
kapaldı jatçu köpalaş jiberip kolun Qoңurbay alaştan başka uruğunun bir kılına tigizbey tük kişiге bilgizbey tüp kötörü çap aldı öldürüldü kalbastan öle salu çaldarı jurtta kaldı türüley kızıl muştum baldarı konuşka kuyun oynatıp çoğu borday jalmadı жақшырақ көзге тоқтамды тұтқучыдай еме қалды төсіне жүгін арттырып толғы салып тарттырып өзіне қойын айдатып бөлгінің деп шаштырып айбаты бар жігіттің айдалған елге баш қылып дейді. O qarang. Bular nima deydi o'sha 3 ta elning orasida yashab yurgan yigitligi sezilib turibdi. To'g'ri, endi ba'zi so'zlarda ozgina nima bo'lishi mumkin aytishida o'zgachalik bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan o'sha originalga yaqin bordi. Endi ruxsatinglar bilan savol javoblarga o'tamiz. Biz 1,5 soatga yaqin suhbat qilib qo'ydik. Xo'p. Chordani qurib o'tirish bu turkicha o'tirishmi? Koreyslar, yaponlar ham shunday o'tirishadi, hatto stul ustida ham. Men buni turkona deb o'tirish deb aytishimga sabab bir koreys filmini boshqa payt ham aytganman. Koreyslarning tarixiy filmini qiziqib ko'rgan paytimda shunday aytib ketdi. Keling dedi, o'sha boshqaruvchilari, koreys qirollari turkona o'tiraylik dedi. Endi bu o'zbek tarjimonining mahorati tufayli shunday deb aytdimi? Koreychasida yoki ruscha yo inglizchasida boshqachami bilmayman, lekin turkona o'tiraylik. Keyin tarixchi sifatida bizni o'zimiz turkona demaymiz-ku. Turkona deb biz boshqa narsalarni aytamiz. Turkona dori, turkona uylar deymiz. Biz chordana deymiz. Buni chordana ham deymiz, mordash qurib o'tirisham deylar shevalarda. Turkiya turkchasida bag'dash deydi. Mordash deydi qirg'iz tozoq nimalarimizda, qardoshlarimizda. O'sha forscha chordana kirib ketdi-da buni o'rniga. O'sha keyin xuddi shuni san'at nimalarni o'qib ko'rsam, ikonografiyada, ya'ni tangalarda, muhrlarda, tasviriy san'at nimalarida qarasak, Turkic style deb yozib qo'yibdi-da, o'sha turkcha o'tirish. Turkcha o'tirish. Shuning uchun men ham shunaqa deb aytaylik, chunki o'tirishning ham farqi bor. Endi oyog'ini uzatibroq o'tiradi, unaqa chordana qurib o'tirgan bo'lsa, bir oyog'ini, lekin turkiylarda ikki oy ham teng bo'lib o'tirish nimasi bor-da. Hatto biz o'sha Toshkentda zarb qilingan, Choshda zarb qilingan, bosilgan qadimgi turk tangalari bor. G'arbiy turk xoqonligining tangalari. Ko'pchiligida xuddi o'shanda, aynan o'shanda o'tirish. Men masalan chordana qurib o'tirdi deb ana qilib tarjimaga tashlasam, turk stil deb chiqyapti-da endi. Shuning uchun ham Hop, keyingi savol. Turkiy hukmdorlarning Xitoy malikalariga uylanishi ko'p uchraydi. Sababi nima? Turkiy hukmdorlarning bo'ldi, mana shu joyda to'xtalamiz. Buni qarang, bu bo'yicha ancha-muncha ishlab olib boryapti o'zbek olimlari ham, Turkiy dunyoda ham. Sababi Xitoyni bilamiz, ulkan bir madaniyat, sivilizatsiya, dunyoning bir yirik bir sivilizatsiyasi. O'shanday o'lkadan, cho'ng bir davlatdan, imperiyadan qiz olish uchun ular darajasiga chiqqan bo'lishi kerak. Har qanday kichikroq bir davlatchalar, siyosiy uyushmalarga ular qiz bermagan. Imperatorning qiziga sovchi yuborish degani men sening darajangga yetdim degan nimani bildirgan turkiylarda. Turk xoqonlari shuning uchun ko'p ana, lekin afsuski ular yuborgan Xitoy qizlari kelib bularning orasini aka-ukani bir-biriga qayrab, ota-bolani bir-biriga qayrab, davlatimizni ichidan yemirgan. O'shaning uchun tag-tugini surishtirib uylanish kerak edi. To'g'ri aytasiz. Keyingi savol. Biroz so'g'idlarga oid ekan, ko'rsatuv mavzusi emas. Keling buni sizga aytib yuboramiz, javob berish shart emas. Tojik olimi Hamroz Zarif so'g'idlar va yapon aloqasiga oid kitobi chiqqan edi. Unda so'g'd so'zi o'rniga tojik so'g'd so'zi ishlatiladi, asos bormi deb so'radi. Endi biz bu haqda juda ko'p aytdik, ya'ni Sharqiy Eroniy guruhga kiruvchi so'g'diylar, qadimgi xorazmliklar, baxtriyaliklar haqida aytganmiz. Bu boshqa ko'rsatuvlarning mavzusi, hurmatli muxlis. Manasni namoz o'qiyotganda qalmiqlar tarafidan o'ldirilgan deb aytishadi, shu rostmi? Endi bu bunaqa voqealar dostonni har xil variantlarda har xil nima kelishadi. 450 ming misra va 1000 yil yashagan Manas. Endi 1000 yil yashagan emas, har bir davrning manasi bor. Endi bu qaysi Manas? Hurmatli muxlis, hop. Lekin qirg'iz boshliqlarining, boshqaruvchilarining ko'p hollarda o'sha manjurlar yo nima qalmoqlar tomonidan o'ldirilgan holatlar bo'lgan. Shu balki shu syujet bo'lishi mumkin. Yaqinda BBC Putin. Hurmatli muxlis, buni harakat qilamiz. Vladimir Putin haqida savol bo'lgan ekan. Xo'p.
Marhamat, demak mavzu yuzasidan savollar, mavzu yuzasidan. Kichik savol berib ketsam bo'ladimi ustozga? Albatta, albatta. Ustoz, shu Manas dastonini o'rganish jarayonida Buxoro shahriga qandaydir aloqasi borligi haqida o'qidim. Shu haqida ma'lumot bormi? Endi Buxorodan uylangan degan ma'lumot bor. Endi O'zi bu haqda alohida bizda masala bor edi, uni keyin ko'rsatuvga qoldiryapmiz. Qarang, Ya'ni Buxoro xonining qiziga uylangan Manas, hurmatli muxlislar. Shunday. Endi hattoki Buxoro o'zak markaziy qirg'izcha aytganda Borburduq syujetda o'rin olishi bekorga emas, chunki Buxoro dunyo bo'ylab tanilgan nom edi. Islomning nimasi deyiladi boyagi. Albatta. Islomiy dinasti dedim, bu quvvati islomiy dinasti. Demak, islomning quvvati bo'lgan joy bilan bog'lash, u aynan Buxoro shahri bo'lish shart emas. Buxoro hamma tomonni o'z ta'siri bor madaniy. Bu haqda o'zi keyingi ko'rsatuvda biz hurmatli muxlislar alohida aytamiz. Bu yerda nafaqat Buxoro, bu yerda Islom Karimov nomi bilan bog'liq bir ajoyib voqealar borki, bu 95-yil, ya'ni 1995-yil. Manas urug'i bilan bog'liq. Albatta. Manas dostoni bilan bog'liq, ya'ni 1995-yilda Qirg'izistonda Manas dostonining 1000 yilligini nishonlangan. Bundan tashqari Turkiy tilli davlatlar kengashi edi. O'sha vaqtda uning sammiti ham bo'lgan. Shunda bir ajoyib voqea bo'lib o'tgan, lekin bu bugungi ko'rsatuvning mavzusi. Keyingi ko'rsatuvda bu haqda alohida aytib o'tamiz. Xo'p. Keyingi ko'rsatuvlarning biridami yoki aynan keyin? Yo'q, birida aytib o'tamiz buni. Hop. Qirg'iziston tabiatlarini ham qo'ying. Qirg'iz dostoniga ilhom bergan bir nima tabiat, issiq ko'l qani, tog' qani, mana buni yoki qor, ajoyib savol chiqdi. yoki ko'm-ko'k yashil tabiat, og'ochlar, archalar, butun Ola archa degan joylari bor bularni. Suv-Samir degan yerlari bor, uni borib ko'rsangiz dunyoga kelmabsiz degan nimalari bor. Manas Buxorodan uylangan degan Asqar Akayevga Islom Karimov qattiq gapirmagan, hurmatli muxlislar. U yerda biroz kichikroq bahs ketgan, ya'ni millat to'g'risida. Bu keyin ko'rsatuvga, shuning uchun bugun ko'payib ketadi. Ya'ni juda ham ko'p aytishimiz kerak bu narsani. Xo'p. Qarang, qirg'izchasigami keyingi ko'rsatuv qachon bo'ladi? Albatta qirg'izcha. Keyingi ko'rsatuv qachon bo'ladi? Qachon bo'ladi? Buni tushunyapsiz? O'zbekcha ekan, bir xilda o'zi. Keyingi ko'rsatuvlaring birunda bo'ladi deng, javob beramiz shunda. Manasning ma'nosi nima deb so'rashibdi. Bu ismmi? Manas degan endi bu qadimgi ismlardan birida, mana nima degan Bobobek nima deb aytishganida? Bir chuqur tafakkur egasi, mard, jasur, jo'mart, yangilikka intiluvchi degan ma'nolar. Xullas, yaxshiliklar jamlangan. Lingvist tomon sifatida aytsam, man degani turkiy tillarda katta degan ma'no, ulkan ma'noni bildiradi. Man qishloq dedi, man qishloq, katta qishloq, ulkan qishloq degani. Yoki masalan qo'chqorning eng 4-5 yoshga kirganini biz tomonlarda man qo'y deydi yoki man qo'chqor deb aytadi-da. Demak katta, ulkan, yirik eng nimasi. Shunday ma'nosi ham bo'lishi mumkin, chunki har bir nimalarda, ismlarda turkiylarda ayniqsa ulug'lik, buyuklik negizi nimasi yotadi. Domla sizga rahmat. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Salomat bo'ling.